Assalomu alaykum azizlarim. Bizni Moskvadagi hayotimiz. Bugun 7-may, kecha soat 2. Shunga qaramasdan shu videoni snimat qilishga qaror qildim, xohladim. Kecha 6-may kuni kechki payt turmush o'rtog'im telefon qilib, "Nima qilyapsan?" "Ha, uyda o'tiribman." "Tez kiyinda ko'chaga chiq. Kiyevskiy vokzalga yetib kel" dedi. "Nima edi, tinchlikmi desam, senga bir narsa olib bermoqchiman." "Ha, bo'pti." Kiyevskiy vokzal elektrichkaga o'tirdim-da, Kiyevskiy vokzalga yetib bordim. Yetib bordim. Qarasam, xo'jayinim Yamaguchi magazining oldida turibdi. "Yur, senga massajyor olaman." Yana bo'ynalarim, yelkalarimda shunday tuz bor, xandroz, shu achib ketadi-da. Keyin har bir xo'jayinim ishdan charchab kelsa yoki ukam ishdan charchab kelsa, "Keyin yelkam uqalab qo'y, bo'ynim uqalab qo'y" deb aytaman, xo'lkalarim ezib qo'y deyman. Shuning uchun ham ba'zida ular ishdan charchab kelganda yoqmaydi. "Yur, undan ko'ra massajyor olib beraman" deb massajyor berdi. Kelinglar, hozir raspakovka tovar. Mana shu tovarni raspakovka qilamiz. Buni chiroyliligini qaranglar, korobkasi ham chiroyliligini. Yamaguchi bu magazini, bu kompaniya Yaponiyaniki. Ko'pchilik bilsa kerak, endi bilmaganlar bo'lsa aytib qo'yaman. Korobkalar ham judayam mustahkam ishlangan. Qaranglar, qanday mustahkam korobkalar. Kim yapon tilini bilsa, mana o'qishinglar mumkin, o'qib ko'rishinglar mumkin. Zaryadni устройствоsi. Buni qaranglar, qanaqaligini. Buni og'irligini qaranglar, yaxshigina, anchagina og'ir. Og'ir, prям metalldan bo'lganga o'xshaydi. Voy, buni qaranglar. Mazza narsa, zo'r narsa ekan-da. Xuddi odamga o'xshab massaj qiladi. Даже odamdan ham yaxshi qiladi. Ko'ryaptimi sizlarga? Ishdan charchab kelganingizda tasavvur qiling. Shunday yelkalaringiz, bo'ynalaringizni, oyoqlaringizni kimdir uqalab qo'ysa, qanday mazza, qanday yoqimli. Mana shunaqa bitta yordamchi har bitta uyga kerak-da. Bizda zo'r narsa ekan. Bizda zo'r narsa ekan. Tavsiya qilaman. Bu reklama emas. Prosta tavsiya qilaman. Judayam xohlagandim mana shunaqa massajyorim bo'lishini. Qarang, bu yerda bundan ham qimmatlari bor ekan. Xo'jayinim 20 mingligini zakaz bermoqchi bo'lgan ekan, lekin baribir o'zing borib ko'rib olganga nima yetsin dedi. O'zing tanang his qilish kerak, qanaqa massajyor seniki ekanligini o'zing tanang his qilish kerak dedi. To'g'ri dedim. Bu silikonoviy, ko'ryapsizlarmi? Silikonli, tikanli emas. Tikanlida boyaga yog' surib qila olmaysizda, ham unchalik ham ta'siri yo'q ekan. Bu 20 minglarni ham ko'rdim, lekin bunday ustida materiali bo'lgani uchun bunchalik darajada emas ekan. Mana bu silikonliligi вообще zo'r ezib qo'yarkan-da, shunaqa zo'r massaj qilar ekan. Yog' surtib dedi, mana silikonligini olsangiz ham bo'ladi. Yog' surtib qilishga bu silikonligi yaxshi dedi. Rosa zo'r narsa ekan. Tug'ilgan kunim bo'lgani uchun keyin 1-marta mana shu Yamaguchi kompaniyasidan shu tovar olganimiz uchun 1000 rubldan tug'ilgan kunimga yana 1000 rublga skidka qilib berdi. O'zi 12900 ekan, 12900 rubl ekan rossiyskiy pulga. 2000 menga o'tib berdi, 10900 ga berdi. Hamma joyni qilsa bo'ladi. Yelkalar, oyoqlar, bellar, hamma joyni massaj qilsa bo'lar ekan. Rosa zo'r ekan. Biz o'sha magazinda juda ko'p massaj, mana shunaqa massajyorlarni qilib ko'rdik-da. Bu yerga, bu yerimizga qilib ko'rdik. Rosa zo'r narsa ekan o'sha yerda. Men hozir aytaman. 10900 rubl o'zbek so'miga qancha bo'lishini. Mana qarang, 10900 rubl, 10900 rubl ko'rsatyapti 1,750,000 почти. 1,750,000. Mana shu hali ham 2000 skidka bilan, bitta 300 minglar skidka qilib berdi. 1,750,000 o'zbek so'miga. Arzonmi, qimmatmi? Nima o'ylaysizlar? Arzonmi, qimmatmi? Arziydimi o'zini puliga? Kommentariyada yozib qoldiringlar.